Hammaga xayrli kech. Bugun biz aylanishga chiqdik. Biz o'sha baliqlar bilan mashhur bo'lgan parkka keldik. Baliqlarni chiroyliligini, ko'pligini qaranglar. Baliqlarni rosa ovqatlantirdik. Baliqlarning chiroyliligidan ko'zlarimiz quvnadi. Baliqlarni sanab sanog'iga yeta olmadik. Shunaqangi maza qilganimda video olishim esimdan chiqdi. Keyin qaytishda shirinlik olish uchun magazinga to'xtadik. Tortlarni qaranglar chiroyliligini. Bu yerda nafaqat shirinlik, tortlar, balki baliqlar ham bor ekan. Tuzlangan baliq deysizmi, oddiy baliq deysizmi, hammasidan bor ekan. Hatto baliqdan sosiska ham qilib qo'yishibdi. Bu yerda bolalar uchun har xil chiroyli o'yinchoqlar ham bor ekan. Bu do'konda hattoki gullar ham bor ekan. 49 ming so'mdan skidka bo'layotgan ekan. Shu bilan oladigan narsalarimizni olib uyga ketdik. Xayr.